Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning. O'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Bir yosh ayol taroziga chiqadi, nafasni ushlab, ko'zlarini yumadi va raqamlarni ko'rishdan qo'rqadi. Tarozi to'xtaganida u ko'zini ochadi va pastga qaraydi. 68 kilo. Bu unga juda ko'p tuyuladi. Tarozi ustidan tushib oynaga qaraydi. Aslida u haddan tashqari semiz emas edi, lekin o'zini tanqid qilishdan to'xtatmaydi. U hammomdan chiqayotib, so'nggi 2 yil haqida o'ylaydi. Pandemiya vaqtida u deyarli uydan chiqmadi. Sport zaliga borishni tashladi. Ilgari velosipedda ishga borar edi. Endi esa mashinani tanlaydi. Bo'sh vaqtida esa faqat televizor tomosha qiladi. Ayniqsa past darajadagi kunlik tok-shoular va sud ko'rsatuvlari unga yoqib qolgan. U bularni aqlni o'ldiruvchi deb bilsa-da, baribir tomosha qilishni to'xtata olmaydi. Bunday ko'ngil ochar dasturlar unga og'ir davrlarni yengishga yordam beradi. Ammo endi u o'zini o'zgartirishga qaror qiladi. U divanda yotmasdan harakat qilishga bel bog'laydi. U yana o'zgarishga qat'iy qaror qiladi. Eski sport kiyimlarini izlab topadi, kiyimlar biroz torroq bo'lsa-da, hali ham tanasiga mos tushadi. Bu unga umid beradi. Faqat iroda kerak, deb o'ziga dalda beradi. Oldin ham sog'lom edim, yana shunday bo'lishim kerak deb o'zini xursand qiladi. Faqat vasvasalarga berilmasligim kerak. Ayniqsa televizor tomosha qilish odatimni nazorat qilishim kerak deb o'ziga o'zi aytadi. Birinchi kuni u rejaga sodiq qoladi. Ishga velosipedda boradi. Oyoqlardagi charchoq uni quvontiradi. Demak, tanasi harakat qilmoqda. Muzlatgichdagi barcha zararli ovqatlarni tashlab yuboradi. O'rniga sabzavot va mevalar sotib oladi. Eng muhimi, televizor qarshisida o'tirishni cheklaydi. Chunki u yaxshi bilardi. Televizorga qaramligi hatto fast foodga qaramligidan ham kuchliroq ekanligini. Ammo ikkinchi kuni bir g'alati holat yuz beradi. U granola va sharbatdan iborat yengil nonushta qiladi. Bu oz miqdorda edi, lekin u o'ziga qurbonlik qilmasam bo'lmaydi deb aytadi. Yugurishga chiqqanida birdan juda kuchli ochlikni his qiladi. Bu holat uni cho'chitadi. Go'yoki bir haftadan beri hech narsa yemagandek yuragi eziladi. Ko'ngli aynay boshlaydi. Hushidan ketayozadi. U chiroq ustuniga suyanib o'zini ushlab qoladi. Ehtimol kaloriya miqdorini to'g'ri hisoblamadim deb o'ylaydi u. Qarshida esa yaqin atrofda bir oshxona paydo bo'ladi. U yengil nafas oladi. Faqat ozgina narsa olaman, qon shakarimni ushlab turadigan biror yegulik olaman deb o'ylaydi. Oshxonaga kirib, navbatga turadi. Shu payt oynali tokchadagi shirinliklar diqqatini tortadi. Barchasi juda mazali ko'rinadi. U esa juda och edi. Aslida u faqat bir dona kremli bagel olmoqchi edi. Lekin navbat yetganida o'zini tuta olmaydi va tildan nomaqbul so'zlar chiqib ketadi. 2 ta skon, 3 ta danish, bitta, 1 klov va katta frappuccino, ko'p sirop va qaymoq bilan. U o'zini to'xtata olmaydi. Men bunday demoqchi emas edim, deb dovdiraydi. Sotuvchi ajablanib qaraydi, ammo u o'zini oqlay olmaydi. Shunchaki chetga chiqib buyurtmasini kutadi. U bu g'alati holat haqida o'ylay boshlaydi. Nahotki unga jin kirgan bo'lsa? U odatda bunday narsalarga ishonmaydi, lekin boshqa izoh topa olmaydi. Avvallari u vasvasaga berilib shirinlik yeganini tan oladi, lekin bu safargi holat haddan tashqari edi. Buyurtmasini olgach, o'zini tinchlantirmoqchi bo'ladi. Ehtimol bu ochlikdan bo'lgan gallyutsinatsiya edi. Endi shunchaki o'zimni haddan ortiq qiynamayman deb aytadi. O'rtacha yeyishim kerak. Shunda bunday holatlar bo'lmaydi, deb o'ziga aytadi. Oshqozonni yana g'o'ldiraydi. Bu uni nima uchun oshxonaga kirganini eslatadi. Burchakdagi stolda joy olib, paketni ochadi va shirinliklarni birdan yeb tashlaydi. Ichimlikni ham bir zumda tugatadi. To'yib olganidan xursand, ammo qornidagi og'irlik unga rejalarni eslatadi. Faqat bugungi istisno. Ertaga yana qat'iy tartibga o'taman, deb o'ziga dalda beradi. U oshxonadan chiqib yugurishni davom ettirishga bel bog'laydi. Ammo shu payt yanada g'alati narsa ro'y beradi. Televizorda bir ayol qizi bilan janjallashmoqda.
U qizining bog'bon yigitga turmushga chiqishni istamaydi, chunki uni past tabaqadan deb hisoblaydi. Lekin qizi uni chin dildan sevib qolgan va sevgilisi bilan yashirincha qochib ketgan. Bu orada oila boshlig'ini buni o'ylab o'lgan deb hisoblangan egizak ukasi Janubiy Amerikadagi kasalxonada amneziyadan tuzalib, merosni olish uchun qaytib kelmoqda. Ularning hammasini esa yolg'onchi yurist kuzatmoqda. U aslida raqib kompaniya uchun ishlaydi va bu oilani yo'q qilishni rejalashtirmoqda. Bu dramatik sahnalarga qiziqib ketgan ayol kulib, og'ziga bir hovuch kartoshka chipsini tiqadi. Oho, bu yurist hammadan ustun chiqyapti. Lekin to'satdan hushyor tortadi. Qayerdaligini tushunmay qoladi. Oshxonada emasmi? Nega u uyda? Televizor qarshisida chips yemoqda. Axir barcha zararli ovqatlarni tashlab yuborgandik-ku. Demak, yo'lda supermarketga kirib chips sotib olgan. Ammo bu mutlaqo esida yo'q. Va yana u serial ko'ryapti. Axir yugurishga chiqmoqchi edi-ku. U o'zidan norozi bo'lib pultni olib televizorni o'chiradi. Eng tashvishli narsa u qanday qilib uyiga qaytganligini eslay olmaydi. Qanday qilib bu sodir bo'ldi? Qon shakarim tushib ketgan bo'lsa kerak deb o'zini ovutadi. Ammo o'zi ham biladi, bu haqiqat emas. Axir u allaqachon oshxonada ovqatlangandi. Bunday fikrlardan o'zini uzoqlashtirishga urinib, yana o'ziga so'z beradi. Endi chin dildan diyetaga amal qilaman va mashqlarni tashlamayman. Bir necha kun davomida u o'ziga bergan va'dasiga sodiq qolishga harakat qiladi. Velosipedda yuradi, yugurishga chiqadi. Ammo tushunarsiz xotira uzilishlari davom etadi. Har safar hushiga kelganida u o'zini uyidagi divanda topadi. Atrofda bo'sh qutilar, chips qog'ozlari, muzqaymoq qoldiqlari yotardi. U televizor qarshisida ko'zlarini uzmasdan ovqat yeyotgan bo'ladi. Bu holatlar uni cho'chitiradi, chunki u qanday qilib u yerga kelib qolganligini eslay olmasdi. Oradan haftalar o'tadi. Og'irlik oshib boradi. Tarozida taxminan 90 kilogramm ko'rsatganda u hayratga tushadi. Axir u harakat qilyapti-ku. U eski sport kiyimlarida sig'may qoladi. Faqat kengroq sport kiyimlarni kiyadi. Bu faqat vaqtinchalik orqaga chekinish, deydi o'ziga. Ammo vaziyat tobora yomonlashmoqda. Velosipedi unga to'g'ri kelmaydi. Sport zalida esa boshqalar unga qarab pichirlashmoqda. U yana harakat qilishga qaror qilganida yana xotira uzilishlari sodir bo'ladi. Navbatdagi safar hushiga kelganida u yana divanda, televizor qarshisida, atrofda o'nlab qadoqlar, yuzi yog' va non bo'laklari bilan qoplangan. Vaqt o'tishi bilan bunday holatlar ko'payadi. U har joyda hushni yo'qotadi. Ishda, zalda, yo'lda. Lekin har safar o'zini bir joyda topadi. Uyda, divanda, ovqat bilan o'ralgan holda. Og'irligi kundan kunga ortadi. U bu holatni diyetaning yon ta'siri deb o'zini ovutmoqchi bo'ladi. Lekin bu izoh hech narsani tushuntirmaydi. U nafaqat ovqatdan to'xtay olmayapti, balki qanday qilib bu ovqatlarni topayotganligini ham eslay olmayapti. Shunchalik semiradiki, u endi deyarli harakatlana olmaydi. U divanga botib qolgan. Har kuni ovqat buyurtma qiladi. Televizordan ko'z uzmaydi. Endi u faqat semirib ketgan. Balki fikrlashi, harakati, irodasi ham televizor va ovqat domiga tushib qolgan. U o'zini hayotini nazorat qila olmayapti. Faqat ekrandagi puch dramatik seriallar va mazali taomlargina unga bir lahzalik zavq bag'ishlayapti. U esa asta-sekin bu zavqqa mutlaqo berilib ketadi. Uning velosipedi yo'lakda, devorda suyab qo'yilgancha chang bosib yotibdi. U oylar davomida unga tegmagan. Endi u vazn yo'qotishni butunlay unutgan. Butun diqqatini faqat semiz ovqatlar va televizor seriallariga bag'ishlaydi. Bir kuni u to'satdan hushyor tortadi. "Nima bu?" deb baqiradi. Muzqaymoq qutisini tushirib yuboradi va qorindagi yog'larni ushlab ko'radi. Qo'llari chuqur botadi. Bu haqiqat edi. U semirib ketgan. "Bu qanday sodir bo'ldi? Men faqat..." So'zlari televizordan yangrayotgan seriallardagi dramatik musiqaga singib ketadi. Ko'zlari yana xiralashadi va u yerga tushgan muzqaymoqni yana olib tomosha qilishda davom etadi. Bu o'zgarish shunchalik sekin bo'ladiki, u endi SCP boshqarmasi tomonidan SCP-2611
sifatida ro'yxatga olingan. SCP-2611 hozirda 225 kilogramm atrofdagi ayol bo'lib, harakati cheklangan. U kam harakatli hayot kechiradi. Diabet kabi sog'liq muammolari bor va ko'p vaqtni g'aflat holatda o'tkazadi. U hushyor bo'lgan qisqa lahzalarda o'zini davolanayotganligini o'ylaydi, ammo asosiy sabab boshqa. SCP-2611 deb nomlangan ongli yog' massasining mavjudligi. U SCP-2611 ning chap tomonida joylashgan va tananing hayotiy muhim a'zolari bilan birlashib ketgan. Uni olib tashlash xavfli. U asta-sekin ayolning ongini egallab, harakatlariga to'liq hukmronlik qila boshlagan. Endi SCP-2611 kuniga faqat 1-2 soatgina to'liq hushyor holatda bo'ladi. Qolgan vaqtni esa SCP-2611 nazorat qiladi. SCP-2611 Amerika ingliz tilida gaplashib oladi va asosiy qiziqishi ovqatlanish va kunduzgi televizor ko'rsatuvi. U ilgari egasini haddan tashqari ovqatlanishga majbur qilib, o'z o'lchamini va nazorat darajasini oshirgan. SCP boshqarmasi hozirda uning ovqatga kirishini cheklab, undan ko'proq ma'lumot olishga urinmoqda. Ammo nima uchun u bu nazoratni xohlagani yoki qanday qilib bunga erishgani hozircha noma'lum. SCP-2611 bilan muloqot qilishda qilingan urinishlar deyarli natijasiz bo'ldi. U kunlik teleshoulardan boshqa narsalarga e'tibor bera olmaydi. Biroq bir tadqiqotchi bilan suhbatda u tasodifan ilgari bir boshqa yigit tomosha qiladigan ko'rsatuvlar yoqmaganligini aytib yuboradi. Ehtimol bu SCP-2611 tanasiga joylashdan oldin boshqa bir mezbon tanasida yashaganligini anglatadi. Bir safar sud dramasi haqida suhbatlashayotgan paytda SCP-2611 to'satdan "O'ldiring, hozir o'ldiring, hatto men o'lsam ham farqi yo'q" deb baqiradi. Xodimlar buni SCP-2611 ning o'zi ongini qamrab olgan parazit ta'siridan chiqib, yordam so'rashga uringan deb hisoblashmoqda. Shu paytda hech qanday keskin chora tavsiya etilmaydi. SCP-2611 yuqumli emasga o'xshaydi va mezbon bilan qanday bog'lanish noma'lum. U hozirda safe klassifikatsiyasida va yagona ma'lum namunadir. Ammo global semizlik darajalarining ortib borayotganligi inobatga olsak, ehtimol SCP-2611 kabi boshqa mavjudotlar ham bor. Odamlarni tinmay ovqat yeyish va televizor tomosha qilishga undab, yashirincha boshqarib turganlar. Axir ko'pchiligimizda bunday yo'ldan yurish uchun ko'p narsa kerak bo'lmasa kerak. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.